Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun O'zbekistonning ko'plab hududlarida kuchli yomg'ir kuzatildi. Ayniqsa poytaxtimiz Toshkentda ob-havo keskin o'zgarib, ayrim ko'chalarni suv bosdi. Mashinalar suv ichida harakatlanishga majbur bo'ldi. Piyodalar esa yurishda qiyinchilikka duch keldi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolar esa ko'pchilikning e'tiborini tortmoqda. Eng katta muhokamalardan biri esa Chorsu bekatida yuz bergan holat bo'ldi. Kuchli yog'ingarchilik sabab bekat ichiga suv kirib, ayrim hududlar deyarli suv ostida qoldi. Odamlar ehtiyotkorlik bilan harakat qilishga majbur bo'lishdi. Ammo ayni holat yuzasidan berilgan izohlar ko'pchilikni o'ylantirib qo'ydi. Chunki bir holatga ikki xil talqin berilmoqda. Metropoliten rasmiylari shunday dedi: suv kirishiga sabab irrigatsiya va drenaj tizimlarining o'z vaqtida tozalanmagani hamda ortiqcha yuklama. Favqulodda vaziyatlar vazirligi esa boshqacha izoh berdi. Suvning katta qismi irrigatsiya drenaj tizimi orqali tabiiy ravishda chiqib ketgan. Va shu yerda savol tug'iladi. Agar muammo oldindan ma'lum bo'lgan bo'lsa, nega choralar vaqtida ko'rilmagan? Ayrim mutaxassislarning aytishicha, bunday kuchli yomg'irlar bahor mavsumida tez-tez kuzatilishi mumkin. Shu sababli drenaj tizimlarini muntazam nazorat qilish juda muhim hisoblanadi. Aks holda bunday holatlar yana takrorlanishi mumkin. Sizningcha bu holatga kim mas'ul? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang.